Hankok degan insonni kambag'allik haqidagi bir fikrini o'qib qoldim. Kambag'allarga yordam berishning eng yaxshi yo'li ulardan biriga aylanib qolmasliging deydi. Boylik haqida, muvaffaqiyat haqida, omad haqida hammaning o'zining tushunchasi bor. Shaxsan men o'zim omad, muvaffaqiyatni qachonki biz o'sha tarafga qarab intilsak, harakat qilsakkina erishamiz deb o'ylayman. Muvaffaqiyatli va omadli bo'lishni ham yoki aksincha muvaffaqiyatsiz va omadsiz bo'lishni ham insonning o'zi tanlaydi. Siz o'ylashingiz mumkin, omadli, muvaffaqiyatli bo'lishni hamma tanlaydi, lekin muvaffaqiyatsiz bo'lishni ham inson tanlashi mumkinmi? Omadsiz bo'lishni ham inson tanlashi mumkinmi? Albatta tanlashi mumkin. Agar sizda omadli bo'lish, muvaffaqiyatli bo'lish rejasi bo'lmasa, o'sha tarafga qarab intilmasangiz, demak siz muvaffaqiyatsizlikni, omadsizlikni tanlagansiz. Shuning uchun do'stlar, muvaffaqiyat haqida tushunchalarimizni o'zgartiraylik, muvaffaqiyat tarafga qarab intilaylik, harakat qilaylik. Tezroq harakat qilib, tezroq muvaffaqiyatli bo'ling, tezroq badavlat bo'ling. Farzandlaringiz uchun, ota-onangiz uchun, ayolingiz uchun, yaqinlaringiz uchun albatta siz badavlat bo'lishingiz kerak. Kambag'allik tafakkuridan qutulish kerak birinchi o'rinda.